Ko'pchilik o'ylaydi, sport knopkani bossam, moshinaga ot kuchi beradi. Lekin qancha zavod ot kuchi bergan bo'lsa, boshqa ot kuchi o'zgarmaydi. Sport rejimi nimani imенно o'zgartiradi, men sizga tushuntirib beraman. Birinchi, chувствительность pedali o'zgaradi. Oldin pedalni yarmini bosayotgan bo'lsangiz, hozir sal bossangiz ham o'zgaradi. Drossil zaslonkani to'liqroq ochib beradi. Ikkinchidan, korobka agressivniy bo'ladi. Avtomat korobka tezlikni oldin past оборотda ochsa, sport rejimi 4-5 ming chiqqandan keyin o'zgartiradi. Dvigatel doim maksimalniy quvvatda ishlaydi. Uchinchisi, rul qotadi. Katta tezlikda xavfsiz va aniq manevr qilish uchun elektronik ruli og'irlash qoladi. Shunda trassada mashinani his qilish ancha zo'r bo'ladi, oson bo'ladi. Lekin rasxodi ham shunga yarasha bo'ladi. Iloji boricha komfort rejimda yurgani yaxshiroq. Xolasangiz, obunachilardan so'rab ko'ramiz. Nima deb o'ylaysizlar? Komfortda yaxshiroqmi, ili sportda yaxshiroq?